Assalomu alaykum aziz kuzatib boruvchilar. Mana shu patrolda o'rganimizga ham 3 yil bo'libdi. Xudo xolasa kelib yana mana qolgan uylarni bitkizib berdik. Sizlarga ko'rsatib o'taman qilgan ishlarimizni. Mana bu kichkina koridorda eng o'rtadagi xonani devor patrollarini endi qildik mana. Ko'rib o'zinglar baho berasizlar. Bu yerda mana oshxona bor. Oddiyroq oson. Tashqarilari tunuka fon. Fonni bo'ldi mana tunuka fonlari. Yo'ida ravatxona bordir, ravatxona endi bo'lgan. Kuzatib borayotganlarga hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bundan keyin ham chiroyli ishlarni qo'yib boramiz. Sog' salomat bo'lasizlar.